Qo'shon filiali filialini boshqaruv a'zolarini tadbirkorlar uchrashuvi bor. Uchrashuvda bugun jismoniy shaxslarga beriladigan kreditlar to'g'risida ma'lumotlar beramiz. Jismoniy shaxslarga 10 ga yaqin kredit mahsulotlarimiz bor. Ya'ni doimiy daromad manbaiga ega bo'lgan fuqarolarga mikroqarz, kredit karta va shunga o'xshash kreditlar, bundan doimiy daromadga ega bo'lmagan, o'z-o'zini band qilgan shaxslarga ham mahallaning tavsiyasiga asosan biznesga ko'mak hamda mahalla loyihasi kredit turlari bor. Biznesga ko'mak krediti 4 yil muddatga beriladi. Yillik 25%dan, shundan ayollar bo'lsa 2 yil foiz yengillashtirilgan 23%dan beriladi. Muddati 4 yil. O'z-o'zini band qilgan shaxslarga qo'shimcha daromad topish uchun beriladi. Bu kreditimiz plastik kartaga tushirib beriladi. O'sha fuqaro kredit olgan shaxsning nomiga plastik karta ochiladi. Agrobank plastik kartasi shu plastik kartaga tushirib beramiz. Bundan tashqari yana o'z-o'zini band qilganlarga mahalla tavsiyasi bilan 50 million so'mgacha mahalla loyihasi kredit mahsulotimiz bor. Bu ham plastik kartaga tushirib beradi. Uning muddati 5 yil, imtiyozli davri bor. 24 oy. Bunda har ikkala kreditimizga ham 3-chi shaxs kafilligi bilan beramiz. Bugungi kunda faqat 3-chi shaxs kafilligi bilan beryapmiz. Bunda ham o'z-o'zini shaxs qilgan, qaysi yo'nalishda o'z-o'zini shaxs qilgan bo'lsa, o'sha yo'nalishda plastik kartaga tushirib berilgan mablag'dan o'sha yo'nalish bo'yicha ishlatadi.